Bu turdagi matrasni ishlab chiqarmay qo'yganimizga ham 2 yil bo'lgan ekan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hop, bugungi obzorimizda toper o'ziga tikilgan anatomический matras to'g'risida bo'ladi. Buni ko'pchilik ko'rpachasi o'ziga tikilgan yoki гостиничный variant, ya'ni mehmonxona variant deyishadi. Nima sababdan mehmonxona variant? Choyshabni matrasni umumiy tagiga emas, ya'ni mana shu usti ko'rib turgan toperlarga kiygizib qo'yiladi, ya'ni qistirib qo'yiladi. Buni ishlatganlar bor, juda ko'pchilik ishlatgan, ya'ni oldin bitta muammosi bo'lardi, choyshab chiqib ketaverardi va mana buni qalinligi, to'perimizni qalinligi oldin 5 santimetrlik bo'lardi. Hozir qalinligini oshirganmiz, ya'ni 8 santimetrlik va ichiga kirish uchun 30 santimetrlik joy qoldirganmiz, ya'ni 30 santimetr oralig'imiz bor. Bu oraliqda hech qanaqa chiqib ketish degan muammolar bo'lmaydi va qayrilib ketish degan muammo bo'lmaydi. Qayrilib ketishi bilishadi, ya'ni mana tepaga qayrilib qoladi. Qalinroq polipoliuretan ishlatganmiz, shu sababdan qayrilish darajasi juda kam.